Всем привет do'stlar, bugun sizlar bilan mini распаковка tushiramiz. Keyin Uzum marketdan kelgan narsalarim bor, 1-2 ta. Juda ham ozgina, lekin men juda ham yoqtirib turib olgan narsalarim bo'lgani uchun sizlarga ko'rsatgim keldi. Shu sababli sizlarga распаковка qilib beraman. Amazing narsa-da, qaranglar. Katta paketda 5-6 tagina narsa bor ichida. 5-6 tagina narsa katta paketda. Qarorchi endi buni ichidagi narsalarni birma-bir sizlarga obzor qilib beraman. Olish esimdan chiqmagan narsalarim ham bor. Mayli. Bular ham menga juda ham kerakli narsalar edi. Shu mana hozir yuzim, ikki yuzim qip-qizil bo'lib turibdi. Ammo ugri xudo xolasa ketib qoladi. Ahamiyat bermaymiz. Hozir men oldimga olib kelib oldim deb shunaqa qilib og'zini ochib oldim. Ko'rsanglar, buni ichida korobkada ham narsalar bor. Men sizlarga mayda-chuyda narsalardan boshlasam. Birinchisi bu taroq. Bu taroqni men 20 ming so'mga oldim. Zo'ra. Uydagi tarog'im esa sindirib qo'ydim. Sochimni kuchi yetmadi sochimga, chigalni yechishga. Shundoq taroqim tirsindi. Lekin men u taroqni ham o'zi kamida 1,5 yil ishlatganman deb. Undan ham oshiq bo'lmasa agarda. Shuning ham sindi deb o'ylayman. Lekin men bu yangisi bunaqa taroqni men ishlatib qo'yganman. Bu ham juda ham zo'r taroq. Shuni izlab topib oldim. Ya'ni kineyimda buni ko'k rangi bor edi. O'shani ishlatardim. Menga yoqqan. Qattiq bo'lgani uchun. Men buni zakaz qildim. 20 ming so'm ekan. Zo'ra. Endi yana mayda narsalar bor. Bunaqa stiker. Kitob o'qigan yerda shundoq adashmasligi uchun qaysi betga kelganinglarni yopishtirib ketishligi. Juda boshqa narsalarga foydalansanglar ham bo'ladi, lekin men asosan kitob uchun oldim. Вот так, mana korobkadagilarni chetga olib turamiz. Bunaqa korobkada bor. Keyin men sepochka zakaz qildim. Serdichkali. Ishoninglar, men sepochka olsam har doim yo'qotib qo'yaveraman. Bir marta taqaman yo'qoladi. Chunki men bunaqa mayda narsa bo'lgani uchun yo'qolib qolaveradi. Lekin men qo'lga taqadigan uzuklarim turadi har doim idish ichida. Bu sepochkadan yo'qotib qo'yaveraman. Mana shunaqangi serdichkali, mana shunaqa serdichkali sepochka oldim. Tekshir shunaqa mana. Menga juda ham yoqdi. Rasmdagidek kopiya birga bir xil. Короче, shunaqa. Sizlarga ham yoqdimi? Endi yana filkami qaysi biri to'g'ri bo'lsa ham tirnog'im uchun, chunki meni tirnog'im qaranglar notekis har doim. Mana. O'shani filkalash uchun oldingisini sindirib qo'yganman. Undan keyingisini esa yo'qotib qo'yganman, ko'p ishlatmasdan turib. O'shanga boshqasini zakaz qildim. Mana shunaqa strichga o'rab tashlashadi. Oldin mana bunaqa idishga solib berishardi, o'shanisi yaxshi edi. Idishga nima? Paketga. Katta paketga hammasini sig'dirib olishardi. Hozir unaqa emas. Hammasi alohida kelyapti. Do'konlari alohida bilmayman, короче. Buni ham ochish kerak. Mana. Короче, bu taxtali desa ham bo'ladi mana. Mana shunaqalar filkalarni короче deb o'tirasizlar. Filka desam, yo'q, pilka deyishadi, pilka desam, filka deyishadi. Короче, nima bu? Shunaqa. Men uchun farqi yo'q. Короче, mana tirnoqlarni mazaq tekis olsanglar bo'ladi. Shunaqa. Вот, bu paket ichidagi narsalar tugadi. Katta paketda ko'rasam, juda mayda narsalarim bor men. Xo'sh, ikkinchisi Mashtaka xona namlagich. Buni men zakaz qilganim bois tunda vashi uxlolmayapman. Xona dim bo'lib ketyapti. Eshikni ochsam sovuq bo'lib ketyapti. Havo vashi aylanmayapti. Nafasim qaytib ketyapti. Ya'ni o'sha qish bizda sovuq tushganiga pechkalarni yoqamiz. Isitgichlarni juda ham sovuq bo'lib ketgani uchun gazni yoqamiz o'sha.
Slishkim kechqurun yoqamiz faqatgina kunduz kuni o'chirib qo'yib, chunki kunduz kuni slishkim dim bo'lyapti-da o'zi ham. Lekin tunda sovuqligidan pechkani yoqishga уже tushib ketdik va xonam mani dim bo'lib qoladi. Dim, havo aylanmaydi ya'ni. Issiq bo'lib turadi, normal holat, lekin ichida havo yo'q bo'ladi. O'shaning uchun men havo namlagich zakaz qildim. Mana shunaqa kichkinasini o'zimga loyiq. Men bitta o'zim yotaman, o'shaning uchun короче. Havo bitta menga yetsa bo'ldi-ku. Bitta o'zim yotsam. Mana shunaqa ichini ochganda bunaqa qog'ozlar bilan chiqib kelyapti. Bunda tushunish narsalari, еще bitta zaryadkasi. Mana. Qanaqa zaryadka? Tavsiya ekan. Tak, keyin bunaqa ichishi. Idishi nima? Pokak. Ishonman izlagan narsa. Qo'y. Bo'ldi. Bu yoq qo'yganim bizga hozircha kerak emas. Shunaqa yangi narsani ochish qanday maza? Bu bu olinmasmidi? Tepasidan chiqarmidi yoki? Nima bu? Etdimi mana tepadan? Buni men ochiradigan. Mana bunaqa joyi bor ekan-da. Men bitta ochish kerak, ocha olmayapman. Короче, o'tni ochasizlar. Imomni teshikdan havoni namlash uchun havo chiqadi. Havoni namlash uchun havo chiqadi. Keyin ichishi bor ichida. Mana. Mana shu kichkinagina joyiga suv solib qo'yasizlar. Ya'ni bu 6-7 soatga yetadi. Buni sizlar nech pulga oldinglar desanglar-chi, bu o'zi 60 ming, 70 ming turadigan narsa-da. Endi kichkina bo'lsa ham shunaqa turadi narxi. Kattalari 400 ming shunaqa turadi. Men nech pulga oldim bilasizlar? 38 ming so'mga oldim. Qoyilmisizlar? Короче, mana shunaqa narsa, men buni yirtib tashlash kerak-da. Olib tashlash degani, yirtib tashlashmish. Mana. Tak. Ana. Xuddi telefonni mana qilib ochadi-yu, o'shanga o'xshab buni boshini ochar ekansizlar. Ay. Buni endi mana bunaqa qog'ozga yopishtirib qo'ysam-ekan desam, QR kodi bor ekan. Qog'ozga yopishtirib qo'y. Boshidagi. Короче, o'tidan havo chiqadi, mana namlash uchun. Ammo ichiga suv qo'yib qo'yasizlar-yu. Shu 6-7 soatga yetadi, 5-6 dedim. O'qiganimda shunaqa o'qiganim tafsilotlarini. Короче, men bu narsani juda ham ko'p kutdim. Havo yetishmasdan anchadan bir haftadan beri, bir haftadan beri havo yetishmay nafaslarim qaytib ketadi. Короче, shunaqa zo'r narsa zakaz qilib oldim. Tugamasini bosasizlar. Bu sveti ham yonadi aytgancha. Hozir raspakovkani tugatganimdan keyin sizlarga har bittasini ko'rsataman. Bu qanaqa video bo'ladi, uzunmi kaltam bilmadim. Imomnaqa narsa, buni ichida hozir nima borligini bilasizlar. Men pushtimas, binafsha zakaz qilgandim. Men pushtimas, binafsha rang yaxshi ko'rganim uchun binafsha zakaz qilgandim. Menga pushti berib olishibdi. Yig'laganlarim kelib ketadi. Короче, bu svetilnik o'zinglar yasirgansizlar. Men kvadratli shakldagisini zakaz qildim. Wow! Zo'rligini. Kimgadir agarda shu svetilnikdan sovg'a qilmoqchi bo'lsanglar, sizlarga korobkasi bilan qo'shib berishadi. Ya'ni shu korobkaga solib, kimgadir podarka qilsanglar bo'lar ekan. Zo'r ekan. Hozir ishlatib ko'raman. Agarda menga pushti rangi yoqmasa, binafsha rangidan zakaz qilveraman. Bu pushtisini kimdir tug'ilgan kuni bo'lsa, shu o'zim yaqinlarimdan o'shanga podarka qilib qo'yaman. Qaranglar qutisini. Podarka uchun juda ham zo'r ekan. Menga juda ham yoqdi endi. Mayli, endi buni yig'ib olamiz.
bizga yordamiga buni qanaqa qilib yig'arkan mana? Bunaqa burchaklariga yopishtirishga kleylar bor ekan. Shu mana oynaga o'xshagan bir balo mana. Men telefonimni ko'rib turiblar. Shunaqa narsadan 4 ta bor ekan, 4 ta burchagiga. Bu qaysi tomon qayerga yopishtiriladi bilmayman. Shuki ichida mana bunaqa burchaklari, bariklari, gullari, mana bunaqa narsalar bor ekan. Sizga tavsiya beraman shu narsani zakaz qilishni, menga o'xshamaza qilinglar. Men точно kimgadir podarka qilaman shunaqa narsalar olib yana zakaz qilib. Buni qishlari ham bor ekan, qaranglar. Girlyand. Svetilnikni o'zinglar o'rnatar ekansizlar. Buni qanaqa qilib yasayman? Akam bo'lganda yasab berardilar. Bunaqa burchaklariga qo'yishga, mana shunaqa narsalar. Ularni birlashtirishga. Do'stlar, men sizlarga hozir videoni stop qilib turaman. O'zi videoni tezlashtirishim kerak, chunki 3 minutlik video bo'lishi kerak. Короче, yokida 3 minutlik qilmayman. Mana bunaqa kleylari ham bor ekan. Mana pistolet kley borlar yo'da. Pistolet bor. Kley ham bor edi. Kichkina kley ham bor. Короче, o'shani tiqib, men bilan yasayman hozir. Tushib ketdi-yu. Men sizlarga esa hozir yasab bo'lgandan keyin ko'rsataman. Do'stlar, qaranglar, mana shunaqa qilib yasab oldim. Bu ichi ko'rinadigan oyna ekan, почти. Bunday qilib, men bularni hammasini o'zim qo'limda yasab, уже 2 soat vaqtim shunga ketdi hozircha. 2 soat kechqurun bo'ldi уже. Shunaqa qilib, o'zining kichkina kley bor ekan, menda o'z katta kley bor edi, shuning uchun o'shani ishlatdim. Bunda kichkina kley berib yuborishar ekan. O'sha bilan men bilan burab, короче, har bittasini 20 ta ekan, o'shalarni burab chiqdim. Shunaqangi qo'lma olib ketdi. Tak, mana hammasi sanalgan ekan. Mana bu narsa ham bor ekan, yopishtiradigan kley, 2 tomonlama kley. Ya'ni mana bunaqa qopqog'iga, chetiga. Mana shunaqa qilib hozir mana bu 4 tomonni yopishtirib bo'ldim. Вот так. Mana bunaqa narsa ekan o'zi. Mana bu tomon tashqariga, mana bu tomon esa ichkariga turar ekan, xira tomon. Bundoq qilasizlar, yopishtirasizlar, короче, mana bu shilinadigan narsa-da. Voy. Shilinmay qoldi. Hozir shilib o'tirgandim boya. Mana. Mana bundoq shilib tashlaysizlar. Так что oyna-da bu. Ko'rasizlarmi? Oyna bu. Shunaqa, hozir buni ham shilib oxirida yopishtiraman. Shunaqa qilib yopishtirishim kerak bo'ladi mana. Mana buni 3 ta burchagi bo'lsa 1, 2, 3 bo'lsa, bundan ham 3 ta shunaqa qilib yopishtirib, ko'chirib, qarab shunaqa qilasizlar. O'zingiz tushunib olasizlar, olsanglar. Do'stlar, boya men xato qilib qo'yibman. Eng qizig'i, buni men ikkinchi tomonga ham ko'chirilar ekan. Men bularni men yopishtirib qo'ygandan keyin bildim-da buni. Keyin men buni ko'chirish uchun men bu tagiga yopishtirganlarim bor-ku, o'shalarni ham ko'chirdim. Так что zo'r chiqyapti lekin. Takoy, hozir svet ochganda ko'rsataman sizlarga. Вообще zo'r chiqyapti. Mana tayyor bo'ldi. Anaqa qilsam men to'g'ri qila olmadim, to'g'ri. Mana cheti yopilmayapti. Ya'ni oxirgi qismini, tepa qismini yopishtirayotganda xato yopishtirdim. Shu nima desam bo'ladi? Men yopishtirib olmadim. Kvadratniy shakl bo'lganiga. Mana bilan to'g'rilab chiqaman pinset bilan o'zi. Mana bu yerda musullar yozibdi. Ana uch burchagini. Mana shunaqa, lekin ichiga bundoq qarasanglar, vau deydigan holatda. Qaranglar. Zo'ra, tepasi shunaqa zo'rligini qaranglar. Menga juda ham yoqdi. Lekin bitta mana ochilib qolgan joylarini gapirmasak, bu ham juda ham zo'r chiqdi. Podarkalar uchun ham zo'r.
Hozir mana havo namlagich ishlatib ko'ryapman. Hozir yaxshilab o'zi qizib tayyorlab bo'ladi. O'shandan keyin ko'rsataman sizlarga. Shunaqa toshlari qatga qo'yishni bilmadim. Shunaqa toshlari bor edi 20 tacha. Qatga qo'yilishini va qanaqa qilib qo'yilishini вообще bilganim yo'q. Mana 4 ta guli ortiqcha ekan. 20 ta qo'yildi botga, gulimga mana. Shunaqa korobchkaga solib podarka qilsanglar bo'ladi kimgadir. Shunaqa qilib chiqarib qo'ydim mamtani yoqishga. Shu mamta mana oq toshlarni qatga qo'yishni вообще bilmadim. Altga pomada tegib ketibdi. Короче, mana gullari ortib qoldi. Bular esa короче shunaqa. Mana shunaqa bo'ladi. Mana bitta tugmasi bor. Svetini o'zgartirsanglar bo'ladi. O'zi ham o'zgarib turadi lekin. Shunaqa keyin mana qopqog'ini yopib qo'yasizlar. Shunaqa qilib. Keyin tunda mana shunaqa qilib turadi. Вообще такой turadi, qaranglar. Вообще zo'rligini. Sevdim o'ziga. Zo'rligini qaranglar. Вообще chiqishini qaranglar. Chirog'i ham o'zgarib turadi. Вот так shunaqa. Uni qaranglar, krasavitsa. Вообще chiroyli. Вот mana buni qaranglar endi. Buni ham rangi o'zgarib turadi. Videoga like, подписка bosishni unutmang.